Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men oldingi qismda tajriba olish uchun ferma qurgan edim. Bugun esa men yer osti dunyosiga tushib, olovli sharlarga ferma qurmoqchiman. Va bugun 3-qism. Bugun menda ikkita mehmon bor. Ular isib ketishdimi, nima balo daryoga cho'milishyapti. Ular kimligini bildingizmi? Ular nima qilishyapti o'zi? Butun daryoni suzib o'tmoqchimi bular? Men ularni tog'dan tushib kelganini ko'rdim. Keyin esa pastga daryoga tushib ketishdi. Men o'ylashim bo'yicha ular nimanidir izlashyapti. Balkim ular g'orga ketishayotgandir. Ogohlantiraman, g'orni ichi yomon sasib ketgan. Adashmasam ular 4 kishi edi. Menimcha ikkitasi cho'kib o'lgan. Ha, mayli, ularga sabr tilayman. O'ylaymanki bu ikkovi chiqib oladi. Kelinglar, o'zimizga qayiq olamiz. Qani, olg'a! Yuu! O, mana bittasi. Men seni la'nati. Hoy, men seni qutqarmoqchiman. Hozir seni ularni oldiga olib boraman. O, mana shunday. Qani olg'a. Zudlik bilan meni tushir. Seni mana shu yerga tushiraman, qayiqni esa buzib tashlayman. Mana shunday. Mana endi surdik bu yerdan. Men hozirgina oilani birlashtirdim. Ular tarqalishyaptimi? Jirorson u yana o'zini o'g'lini tashlab ketyapti. Xo'sh, bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Demak, ishga qaytamiz. Men oldingi qismda spawner qurmoqchi edim moblar uchun. Lekin hozircha menda o'xshamadi. Men qurgan moblar fermasida bitta creeper, ikkita skelet paydo bo'ldi xolos. Men o'ylaymanki, bu kamchilikni to'g'rilash kerak yoki bo'lmasam buzib boshqatdan qurish kerak. Chunki bilasizlar, menga ko'proq tajriba kerak bo'ladi. Bilasizlar, oldingi qismda yer osti dunyosiga tushgan edik. U yerda esa biz ajoyib joyga duch keldik. Tushunmadim. Tepada yashil svet yonyaptimi? Bo'ldi, tayyor. To'g'ri, biz ikkita bahaybat bo'lgan bastionga va qo'rg'onga duch keldik. Jinorson har doim tillodan bo'lgan zirhli kiyimni kiyishni unutaman. Eng qizig'i shundaki, bu yerdagi qo'rg'on birinchisi emas. Narigi tomonda ham bitta bor, lekin bu yerda tashlandiq portal bor ekan. Lekin u yerda yaxshi narsa bor deb o'ylamayman. Xo'sh, men tillodan bo'lgan olmani olaman. Tillodan bo'lgan kirka ham bor ekan. Hammaga rahmat. La'nati. Yo tavba, men bunaqasini kutmagan edim. Mayli, sizlar bilan tanishganimdan xursandman, la'natlar. Menimcha men mana bu skeletlardan 4 ta ko'rgan edim, lekin bu yerda 3 ta ekan. Balkim bularning 3 ta bo'lgani ham yaxshilikkadir. Men yer osti dunyosiga tushganimning sababi shundaki, sen yashirinib o'tirgan ekansan-ku. La'nati, yo'qale. Xo'sh, men nima deb o'tirgan edim? Men tajribalar fermasini qurganimdan so'ng hech qanday foyda topmadim. Tepadagi dunyoda ishim unchalik ham o'xshamadi. Chunki u yerda moblar yo'q. Bu yerda esa olovli spawnerlar bor. Bugungi qismda men uni tegirmonga aylantirmoqchiman. Koshki edi jang qilmasdan million moblar bilan u yerga borib bilganimda edi. La'nati moblari, mana senga. La'nati, kamonmi bu? La'nati, skeletga ham shunaqa qudratli kamon bo'ladimi? U yerni bahaybat qurutuvchi skeletlar himoya qilar ekan. Shunchaki menga kallangizni bering, men yo'lda davom etishim kerak. Kelinglar, bu yerdan barcha o'zimizga kerak bo'ladigan buyumlarni olib olamiz. Ularni maydalagichga aylantirib, o'zimizga tajriba olamiz. Xo'sh, birinchi navbatda bizga ko'proq tosh kerak bo'ladi. Men oldingi qismda qurgan fermani buzib tashlashim mumkin, lekin uni qiyinchilik bilan qurganman-da. Kelinglar, birozgina tosh teramizda va mana shu atrofda qurilishni boshlaymiz. Xullas, men bu yerni buzmoqchi emasman-u. Xullas, kelinglar, bu yerni ustabuzarmon deb ataymiz. Agar bu yerdagi ko'lmakni quritadigan bo'lsak, undan rasvosi yo'q. Kelinglar, ishga kirishgan holda o'zimizga kerakli bo'lgan resurslarni yig'a boshlaymiz. Xo'sh, mening to'g'rimda 3 ta endermen bor. Men shunday qilishim kerak, menda boshqa imkon yo'q. Bilaman, endermenlar zarba beradigan bo'lsa, yaxshigina jonim ketadi. Xo'sh, demak biz la'nati. Yo. Bo'ldi la'natlar, meni tinch qo'yinglar. Yo'qale, bir kami sen yetmay turuvding menga. Bu la'nati endermenlarni bir iloj qilib yo'q qilish kerak bu yerdan. Qani, men senga kerak bo'lsam suvga sakra. La'nati. Nima balo, bu haqiqatan ham suvga sakrab meni urmoqchimi? Qo'yil, men marvarat oldim. La'nati, marvaratimni zombi tortib oldi. Menga qaytar uni. Xo'sh, u yerda yana ikkita endermen bor. Men uning ko'zlariga qaradim. La'nati. Bo'ldi, bu yerdan quyon qilish kerak. Bo'ldi, men uyga qaytaman. Keyin esa ayiqning oldiga boramiz. Uf. Xo'sh, men barcha toshlarni qizdirib oldim. Buning uchun anchagina vaqt ketdi. Mana endi kelinglar, ularni toshlik g'ishlariga aylantiramiz. Ko'pchilik menga aytdiki, tosh maydalagichni ishlatgin deb. Uning yordamida ko'proq olar ekanman. Lekin qizdirib ham yaxshigina olyapman.
Axir men Minecraft ustasi emasman-ku. Nima deysizlar? Tosh maydalagich yasaymizmi? Xo'sh, demak, nimagadir menda o'xshamayapti. Men sizlar aytganingizdek qildim, lekin nimagadir tosh maydalagich menda o'xshamayapti. Ha, hazillashdim. Men sizlar o'ylaganchalik to'poy emasman. Xo'sh, uni mana bu yerga qo'yamiz va bizga kerakli bo'lgan buyumlarni olamiz. Kelinglar, mana endi sizlar aytganingizcha bo'la qolsin. Mana endi ko'ramiz bizda o'xsharmikin. Hammada o'xshagan menda o'xshamaydimi? Xo'sh, alo? O, birga bir o'xshayapti-ku. Xo'sh, agar men mana bunday qiladigan bo'lsam, yana shu kelib chiqyapti-ku. Balkim hamma gap zinadadir. Xo'sh, bulardan 4 ta yoki 6 ta kelib chiqyapti. Bulardan yaxshigina zina yoki bo'lmasam yaxshigina devor yasasa bo'ladi. Bo'ldi, men tushundim. Kelinglar, birozgina mana bunaqa o'simlik olamiz. Chunki bular olovli mahluqlarning uchishiga to'sqinlik qiladi. Aytganday, men olovli mahluqlar uchun ferma quryapman. Axir men bundan oldin 2 ta video chiqarganman. Menimcha men ozgina adashib ketganga o'xshayman. Menimcha men vulqon uchun ferma yasashim kerak-ku. Balki men ajdarho Krayni o'ldirish uchun Krayga borayotgandirman. Xullas, esimga kelsa keyin aytarman. Hozir yer osti dunyosiga tushamiz. Bu yerda spawnlar juda ham ko'p. Bu haligacha meni lol qoldiryapti. Mayli. Men hali ko'prik ham qurishim kerak. Chunki bu yerdan yurish ozgina qo'rqinchli. Yana menga skeletlar hujum qiladi. Men bu yerga sizlarni fotorot qilish uchun kelganman. Kelinglar, mana bu olovlik la'natlarni barchasini o'ldiramiz. Men bu yerni birozgina tozaladim. Kelinglar, yana birozgina yurimiz. Birozgina deganim bu 7 blok. 1 2 3 4 5 6 7. Yaxshiyamki 7 gacha sana bilar ekanman. Men ham birozgina bo'lsa ham maktabga o'qiganman. Sizlar yetmay turuvdingiz. Men sizlarni kamaytirmoqchiman, sizlar battar ko'payapsizlar. Xullas, biz birinchi kovlashni mana bu yerdan boshlaymiz. Qani olg'a. La'natlari, yetoba. Jinorson, bu yerda men o'ylaganimdan ko'ra ko'proq ekan bular. Kelinglar, mana bu yerga xavfsiz joy tayyorlaymiz. Agar menga ular hujum qiladigan bo'lsa. Jinorson, ular meni qurshab olishibdi. Ular hattoki chiqish yo'lagini ham yopib qo'yishibdi. Jinorson, ular hattoki ichkariga kirishdi. Ular har qayerdan menga hujum qilyapti. Men ularga hattoki oyog'im bilan ham hujum qilyapman. Yo'qali, sizlar meni tushundingiz degan umiddaman. Men o'tgan qismda aytganimdek, mana klaviatura meni hattoki oyog'imda ham bor. Jinorson, mana bular meni jonimga tegdi. Balki mana bu spawnerni sindirarman ular kamayishi uchun. Mayli. Xullas, ishni davom ettiramiz. Men zudlik bilan bu yerdan chiqib olishim kerak. Chunki bu yer men uchun xavfli bo'lib boryapti. Yo xudoyim, yana shu la'natlar paydo bo'ldimi? Bu meni nervimga o'ynayapti. Yo tavba. Bular meni qiynab o'ldirmoqchimi nima balo? Do'stlar, agar sizlar ham og'riq his qilmoqchi bo'lsangiz, Minecraftni yoqib spawner o'rnatinglar. Mana endi tomni yopamiz. Mana moblar uchun devor tayyor. Devordagi o'tlarni unutimizku. Mana endi ular bilan devorni to'ldirib chiqishimiz kerak. La'natlar, menimcha bu sizlarni jig'ingizga tegadi. Buning uchun men harakat qilaman, lekin sizlar ham menga tegmasligingiz kerak. Shoshmay turinglar, men ishimni tugatib olay, bitta sizlarni yo'qaman. Menga hujum qilganingiz uchun hali pushaymon eysizlar. Buni hali sizlar ko'rasizlar, agar men hozir o'lib qolmasam. Jinorson, haqiqatan ham shunday bo'lishi mumkin. Koshki edi menda olovdan himoya qiladigan vosita bo'lganda edi. Afsuski menda uni yaratish uchun moslamalar yo'q. Yo tavba, Jinorson, bu yer juda ham issiq bo'lyaptimi yoki menga shunday tuyulyaptimi? Xo'sh, men deyarli tugatay deb qoldim. Faqatgina yuqorisi qoldi. Qani yuqoriga ko'tarilamiz. Men shunchaki devorga suyanib o'tirishim ham mumkin. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'ylaymanki, barchasini to'g'ri bajardim. Agar to'g'ri bajarmagan bo'lsam, men xafa bo'lishimga to'g'ri keladi. Chunki yana orqaga qaytib, shuncha mahluqlar bilan kurashib, yana hammasini to'g'rilashimga to'g'ri keladi. Shuning uchun kelinglar, yaxshi niyat qilgan holda barchasini ishlashiga umid qilamiz. Jinorson, meni qalqonim ham yo'q ekan. Xo'sh, men deyarli tugatdim. Mana bu ichkaridagilarni tozalasak bo'ldi. La'nati, men kirkamni sindirdim. Shunisi yetmay turuvdi. Jinorson, hozir yosh bolaga o'xshab yig'lab yuboraman. La'nati, mana endi meni kirkam mana shu blok bo'ladi. Qanday sharmandagarchilik. Sizlar meni kirkamni singanini ko'rmadingiz. Jinorson, men haqiqatan ham kirkamni sindirgan ekanman. Mayli, bo'lmasam yangi kirka yasaymiz. Axir bu tayoq-ku. Xo'sh, barchasi tayyor. Mana endi sehrlashni boshlaymiz. Singan kirka 3 bo'lgan ekan. Mendagi 4 bo'ldi. Ko'rdingizmi do'stlar? Men barchasini hisob-kitob qilgan edim.
Chunki do'stlar, men buni oldindan sezgan edim. Kirkamni sinishini oldindan bilganim uchun bularni bajardim. Mana endi ozgina vulqon olishim kerak. Mana endi ishimizni davom ettiramiz. Biz tezlashishimiz kerak mahluqlar kelmasdan oldin. Hozir mahluqlar yo'q, demak bu mening imkoniyatim. Shuning uchun bu yerni tezda tozalab olishim kerak. Qanday bo'la qol. Arra qizg'iz charchash nima bilmaymiz. Jin ursin, shunaqa ham ko'p vaqtni oladimi? La'natlar, birozgina shoshilmasdan tursangiz bo'lardi. Men deyarli bu yerni tozalab olgan edim. Men mana buni ichiga biror nima qo'yishim kerakmi o'zi? Xo'sh, mana tugatdim. Men bu yerni tozalab oldim. Xo'sh, mana bu o'rtani g'ishlik toshlar bilan yopib qo'yamiz. Keyin esa bir chelak vulqon mana shu yerga boradi. Mening ishonchim unchalik ham komil emas, lekin mayli. Bizga yana ozgina vulqon kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerdan olamiz va mana bu yerdan ham ozgina olamiz. Ajoyib. Mana endi orqaga qaytamiz. Bu yerga zina o'rnatamiz. Xo'sh, demak vulqonni bu yerga va jin ursin. Mana shu menga kerak emas edi. Meni zirhli kiyimim ishdan chiqdimi yoki dubulg'am sindimi? Jin ursin, dubulg'am sinibdi. Men deyarli hech narsaga e'tibor bermayapman. Meni dubulg'am yorilib ketdi, lekin men deyarli tugatdim. Xo'sh, demak mana bu yerda silliq qiladigan moslama qo'yish kerak va biz barchasini uddalagan bo'lamiz. Plita olish esdan chiqibdi. Stol ham olmabman. Mana men qaytib keldim. Mana endi menda barcha materiallar bor. Mana endi bu ichkarini chiroyli qilib tayyorlash kerak. Chiroyli qilib tayyorlasak baribir yaxshi-da. Shuning uchun kelinglar, mana bu yerga bir nechta lyuklarni o'rnatamiz. Chunki olov mengacha tegmasligi kerak. Xo'sh, men o'ylaymanki, mana bu yerda uzum toklardan o'rnatishim kerak. Uzum toklarni mana shu yerga o'rnatsam, ular hech qayerga uchib ketisha olmaydi. Ishqilib ularni sindirib qo'ymaydi. Xo'sh, mana bu o'rtani ham ozgina o'zgartiramiz. Bu yerga nima o'rnatsak ekan? Bochka o'rnatamiz. Mana shunday. Mana bu menga yoqyapti. Mana bu ko'mirlarni yog'ochga aylantirish kerak. Endi esa qolganlar bilan shug'ullanamiz. Xo'sh, men barchasini tugatdim. O'ylaymanki, chaqmoq bu yerni urmaydi. Bo'lmasam yog'ochlar bilan bizda muammo chiqadi. Albatta, hamisha yaxshi niyat qilish kerak. Men kelgan portal menimcha shimol tomonda joylashgan edi. Agar men to'g'ri mana shu yerdan kovlab boradigan bo'lsam, men chaqmoqlar fermasiga borib tushaman. Men bularni mentalli arifmetikada hisoblab chiqdim. Jin ursin, anchadan beri kovlayapman. Men o'zi to'g'ri boryapmanmi? Bu yo'l yana qancha davom etadi? Menimcha men qayergadir tushib qoldimmi deyman. Yo'l la'nati, biz qayerga tushib qoldik? Bu boshqa rayon shekilli. Axir bu men qurgan ko'prik-ku. Men bu yerni plitalar bilan to'ldirmoqchiman, chunki moblar bu yerga kirmasligi uchun. Barcha chaqmoqlar esa bu yerdan uchib o'tish kerak. Kelinglar, mana shunday konstruksiyani mana bu devorlarga ham qilamiz. Men patolog va devorlarni deyarli tayyorlab bo'ldim. Kelinglar, bularni birinchi navbatda bir sinab ko'ramiz. Xo'sh, men mana bu yerni sindirib ochaman. Mana endi bu yerga toklarni qayta o'rnataman. O'ylaymanki, qolgan uzum toklari ularni ushlab turadi. Umid qilamanki, ular mana bu teshik orqali olov otisha olmaydi. Qani bir sinab ko'raylikchi. Menimcha ular uchib bilmayapti. Demak, bu yaxshi natija. Ular hattoki otisha olmayapti ham. Hammasi joyida, hech narsa ish bermayapti. Nima balo, sizlar oti bilaman deb o'ylayapsizlarmi? Yer la'nati. Ular oti bilan ekan-ku. Balki ularni ko'ziga qaramaslik kerakdir. Demak, barchasi yaxshi ishlayapti. Mana endi yuqori qavatga chiqsak ham bo'ladi. Chunki qolgan ishlarni bitirishimiz kerak. Jin ursin, mana bu gaz men kelgan portalni buzib tashladi. Endi nima qildim? Men kommentariyalarni o'qib bir narsa o'rgandim. Agar mana bu yerga yog'och o'rnatadigan bo'lsam, mana bu yerda yonayotgan olovlar yog'ochga o'tishi mumkin. Mana shundagina yana portal ochiladi. Iltimos, la'nati, meni tinch qo'y. Ozgina mana bu yerga kutib o'tiraylikchi, olov yog'ochga o'tarmikin. Bu yerda juda ham ko'p olov yonyapti. Shuning uchun yog'ochlar yonishi aniq. Qo'yil. To'g'risi men yer osti dunyosiga qolib ketaman deb qo'rqdim. Mana endi ishga kirishamiz. Yer la'nati. Uzr, men berilib ketganimdan videoni unutib qo'yibman. Men o't o'lanlik blokni qo'l tekkizmasdan oldim. Bu narsa buning uchun arzimaydi. Mana endi orqaga qaytib boramiz, koridorda ishlashni boshlaymiz. Men o'zimga dubulg'a yasamabman-ku.
Jin ursin, orqalarim og'rib ketdi o'tirgandan. Mana men fermamni koridorini ham tugatdim. Siz yana bir qavat plita yopishtirmadim-da. Keyin mana bu koridor orqali juda ham tez yursa bo'lardi. Ozgina dizayni xunuk chiqqan bo'lishi ham mumkin, lekin mayli bo'ladi. Lekin spawner bilan vulqon ishlayotgan bo'lishi kerak. Men hali ularni tekshirib ko'rmadim-u. Men tajriba va yaxshigina zirhli kiyim olishdan oldin birinchi navbatda ko'prikni qurib olishim kerak. Ko'prik mana shu turgan joyimdan portalgacha bo'lishi kerak. Yo tavba. Jin ursin, boya shulardan qutulgan edim. Hozir men uni o'zim o'ldiraman. Hujumga! Yillanat o'lmadi-ku. Obbo, ulardan ikkita ekan. Bo'ldi, bu yerdan quyon qilamiz. Jin ursin, nimadir portladimi? Agar buni sekinlashtirilgan kadrda ko'rganimizda edi, bu xuddi James Bond kinosiga o'xshagan bo'lardi. Menimcha men tez orada o'zimga kamon yasasam kerak. Xo'sh, demak biz bu ko'prikni qurishimiz uchun va fermaga olib boradigan yo'lakcha uchun bizga ko'p resurs kerak bo'ladi. Shuning uchun jungliyaga borib ko'proq yog'och olishimiz kerak. Keyin ozgina toshlik g'ish ham yasashimiz mumkin. Menga omad tilanglar. Men ko'proq eman daraxtidan ishlataman, chunki uni topish oson. Bunday daraxt bu yerda juda ham ko'p va chiroyli ko'rinadi. Gujum daraxtidan ozgina ko'rkamliroq-da. Mana endi menda qora eman daraxtidan yetarlicha. Menimcha shular yetsa kerak. Agarda menga archa daraxti kerak bo'ladigan bo'lsa, men mana bunday men aldanib qoldimmi deb o'ylabman. Agar bu shunday tezlikda o'sadigan bo'lsa, men archadan anchagina yog'och ola bilaman. Yoki bo'lmasam boshqa daraxtlardan ham yog'och olsa bo'ladi. Minecraft o'yinida qanday daraxtlar bo'lsa ham. Menimcha yer osti dunyosiga yog'ochdan ko'prik qurish bu yaxshi g'oya deb o'ylamayman. Menimcha men bekorga yarim soat vaqtimni sarfladim. Ha, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Yog'och to'plashni davom etaman. Savanna borgan sari rasvo bo'lib boryapti-ku. Buni rangiga qaranglar, buyoqqa o'xshaydi. Ha, mayli, hozir nima deganimni unutamiz. Xo'sh, demak menda yog'ochlar bor. Bu eng asosiysi. Mana endi bizga toshlar kerak. Agarda menda ipak bo'lganda edi, bu meni hayotimni yengillashtirgan bo'lardi. Kelinglar, ipak olishga urinib ko'ramiz. Mana bu sassiq toshlarni hidlamaslik uchun. Mana endi yer osti dunyosiga olg'a. Xo'sh, mana endi mana bulardan foydalanamiz va ozgina tajriba orttiramiz. Xo'sh, menimcha 37-daraja menga yetarli bo'lsa kerak. Bu menga ipak yasashimga yetadi. Xo'sh, qani bo'lmasam, men yana bir narsa qilishim kerak. Qani boshladik. Xo'sh, Jenurson, yana bir marta urinib ko'ramiz. Xo'sh, demak menda yana bitta imkoniyat bor. Qani, iltimos, la'nati, menga shu narsani ber. He, onangni. Mana u. Men ipak oldim. Uning darajasi 4 ekan. Men hech narsani sindirmasdan lekin uni oldim. Mana endi bemalol toshlar olsak ham bo'ladi. Chunki bunday materiallar menga ko'proq kerak bo'ladi. Kelinglar, men o'zimga toshlarni olgunimcha yana bitta omadli ishtirokchining ismini barglar bilan yasalgan devorga yozamiz. Do'stlar, shunday davom etaveringlar. Sizning ham ismingiz shu yerda bo'ladi. Men o'zimga kerakli bo'lgan buyumlarni oldim. Mana endi ozgina ozuqa olishim kerak. Chunki hozirgina bildim, menda hattoki nonni ushoq ham yo'q ekan. Ustiga ustak yana bir muammo chiqdi. Mening zirhli kiyimimning kuchi deyarli tugay deb qolibdi. Menda esa olmoslar tugab boryapti. Mana endi nima qilishim kerak? Olmos borib kovlashim kerakmi yoki ozuqa to'plashim kerakmi? Xo'sh, qaysi bir men uchun muhimroq ekan? Menimcha sizlar ham nima muhim ekanligini bilib oldingiz. Do'stlar, men olmosli oyoq kiyimimni almashtirishim kerak. Menda boshqa imkon ham yo'q. Xo'sh, mana bunday qilamiz, mana bunday. Jenurson, menda resurslar tugab boryapti. Yaqinda men yana resurs kovlashga borishim kerak. Lekin undan oldin yer osti dunyosiga tushib ko'prikni tugatishimiz kerak. Bu ko'prik butun yer osti dunyosini bog'lab turadi. Uning uzunligi portaldan tortib spawnergacha bo'ladi. Bilaman, bu juda ham uzun ko'prik bo'ladi. Juda ham ko'p yog'och ishlatmaslik kerak, chunki yonib ketishi mumkin. Mana endi ko'ramiz, nima o'ylab topar ekanman. Mana endi qolganiga yog'och ishlatmaslik kerak.
Ha, bu ko'prik yana 3 seriyagacha turishi mumkin. Bu shunchaki g'ishlik toshlardan qurilgan ko'prik bo'ladi xolos. Jin ursin, kim yer osti dunyosiga tushib yog'ochdan ko'prik quradi? To'g'ri, bilaman, bu bo'lmag'ur g'oya. Xo'sh, bu bizning birinchi ko'prigimiz edi. Mana endi ko'priklarni yanada ko'paytiramiz. Boya aytganimdek, bu ko'priklar portaldan spawnergacha bo'ladi. Lekin bu oson bo'lmaydi. Kelinglar, bir nechta plitalar o'rnatamiz. Bu 3 blokdan iborat bo'lmaydi. Chunki 3 blokdan qurish juda ham ko'p vaqtni oladi. Material ham ko'p ketadi. Birinchi navbatda ko'prik qurishdan oldin mana bu yerni tozalab olishim kerak. Chunki boya aytganimdek, ko'prikning uzunligi narigi tomondagi kichkina blokkacha boradi. Obbo, yana shularmi? Iltimos, meni tinch qo'yinglar. Bo'lmasam yo'nalishni o'zgartiramiz. Menga e'tibor bermanglar. Men shunchaki kichkinagina ko'prik quryapman. Axir men hech kimga tegayotganim yo'q-ku. Jin ursin. Yo'l la'natlari, ular nimaga ko'payib ketdi? Va nihoyat men ko'prikni qurib bitkazdim. Mana endi ko'prik orqali fermaga boraman. Agar ko'prikni shunday qo'yadigan bo'lsak, chiroyli ko'rinmas ekan. Ko'prikni chiroyli qilishimiz kerak. Uning uchun men ozgina yog'ochlar qo'shaman. Bilaman, bu yaxshi g'oya emas. Yog'ochni mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, bu yerdan o'tadigan joy ham bo'lar ekan. Lekin ozgina tor bo'lar ekan. Gulta bo'ldi jahon mulkida paydo, obuna bo'linglar. Mana bu yuqorisiga plitalarni o'rnatib chiqaman. Moblar bu yerga ko'tarilib meni o'ldirmasligi uchun. Mana mening ko'prigim ham tayyor. Bu ko'prik meni vulqonlik fermamga olib boradi. Bu ko'prik orqali men vulqondan bo'lgan ozeraning ustidan o'taman. Men sizlardan bir narsa so'ramoqchi edim. Bu yerda chuqurlikka tushib ketadigan yo'lak bormikin? Agar bo'lsa ham vulqon meni ustimga tushishi mumkin. Shuning uchun kerak emas. Obbo, mana bu la'natlar juda ham jonimga tegib ketdi-da. Yuragimga to'kilding butunlay. La'nati, men buni hozirgina qurib bitkazgan edim. Hali buni qurganimga 1 daqiqa ham bo'lmadi. Shunchaki bu yerdan keta qolganim ma'qul. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi jumada ko'rishganda ko'rishguncha.